Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partikom 5 yanvar kuni yezi egilik xizmat yig'ini chaqirib, terilg'u yer ko'lamini kengaytib, ochliq ishlab chiqarishni kuchaytirishni, ochliq bexatarligi va Xitoy o'lkalarini ochliq bilan ta'minlashga kafolatlik qilishni talab qilgan. Xitoy hukumati uzun yillardan beri Sharq Turkistonga ko'plab ichkari o'lkalardan Xitoy nopusini ko'chirib, shaharlashishni keng ko'lamlik yo'lga qo'yib, terilg'u yerlarni ozayishini keltirib chiqargan bo'lsa-mu, Xitoy virus yuqum ahvoli va xalqaro ochliq bozoridagi yaqinqi davolg'uchlar Xitoyning ochliq bexatarligiga bo'lgan andisini kuchaytirib, Sharq Turkistonning ochliq bilan ta'minlash salmoqini kuchaytirishga boshlagan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 5 noyabr kuni atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partikomning yezi xizmati rahbarlik guruhi Ma Shungroyning boshchiligida chaqirilgan yig'inda Xitoyning ochliq ishlab chiqarish va asosliq yezi egilik mahsulotlarining ta'minotiga kafolat qilish talabini yetkazib, Şinjanning butun mamlakatni dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash strategik o'rnini saqlash, terilg'i yer ko'lamini aktiv kengaytirish, ochliq bexatarligining asosini har taraflamalik saqlash, yezi egilik ishlab chiqarish iqtidorini umumyuzlik o'stirish talab qilingan ekan. Tangirtog' torining xabarida ko'rsatilishicha, yig'inda Ma Shungroy davlatning yangi bir navbatlik 100 milliard jin ochliq ishlab chiqarish iqtidorini amalga oshirish talabiga asosan yo'l qo'yish planini tuzib xizmat o'rinlashtirishni konkretlashtirish, ochliq xizmat siyosatining yo'nalishini rayon ichida oshirib qilish, davlatni ta'minlashga o'zgartish kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati 2017-yilda boshlangan cho'ng tutqunda Uyg'ur dehqonlarining terilg'u yer, bog'vanchilik joylari va chorva mollarini, yerlarni qayta o'lchash va taqsim qilish nomida musodir qilib, ularni Xitoy sanoat korxonalarining majburiy ishchilariga aylantirgan. Angliya kundalik pochta gazeti yaqinda bexatarlik axborot xodimlarining so'zini naql keltirib, Angliya hukumatining yaqinda hukumat ministrlari va diplomatlar ishlatadigan mashinalarni davlat mudofaa bexatarlik ko'z qarshidan tafsiliy tekshirganligini, natijada bexatarlik xodimlari Xitoydan import qilingan pechatlangan zapchasining ichida o'rin uchurini yetkazadigan sim karta topganligini bildirgan. Xabardor kishilarning qarashicha, Xitoyning maqsadi iz qo'lg'uvchilardan foydalanib, sonliq ma'lumot ombiri qurib, Xitoy ko'ngil bo'ldigan, qiziqadigan sohalardan munosabatli o'rin va adreslarni to'plashi mumkin ekan. Angliya Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Simis yuqorida tilga ilingan masalalar Angliyaning Xitoyni sistemalik tahdid deb qaraydigan darajaga yetganligini ko'rsatib berdi degan. Mutaxassisning qarashicha, bu vaqa Rossiya va Xitoy axborot organlarining Angliya ministr darajalik amaldorlariga iz qo'llab agishayotganligini ko'rsatib berdi ekan. Kanada parlamenti 1 fevral kuni Xitoyning ziyonkashligidan qochib chiqib, muqimsiz davlatlarda yashayotgan xavf-xatar ostidagi Uyg'ur musofirlarni Kanadaga qabul qilish qaror loyihasini ovoz qo'yishni rasmiy parlamentning kun tartibiga kirgizgan. Hozir qadar hokimiyat beshidagi Liberallar partiyasini o'z ichiga olgan parlamentdagi 5 partiyaning hammasining qo'llashiga erishib kelgan qaror loyihasining parlamentda birdak ovoz bilan ma'qullanishi faraz qilinmoqda. 5 yildan beri munozir va talash tartish qilinib kelgan bu qaror loyihasi hokimiyat beshidagi Liberallar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Samir Zubari tomonidan o'ttirib qo'yilgan bo'lib, qaror loyihasi o'ktichi partiya parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan edi. Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining bildirishicha, bu qitim qaror loyihasining birdak ovoz bilan ma'qullanish ehtimoli yuqori bo'lib qolmay, qaror loyihasiga hukumat kabineti a'zolarining qo'llab ovoz berish ehtimolligi yuqori ekan. Qaror loyihasida Kanada ko'chmanlar, musofirlar va fuqarolik idorasining musofirlar va insonparvarlik o'rinlashtirish planidan jiddiy foydalanib, qo'g'dashga muhtoj bo'lgan 10 ming Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning Kanadaga kirishini tezlatish, 2024-yildan boshlab kelgusi 2 yil ichida Kanadaga ko'chirib kelish talab qilingan ekan. Lekin mutaxassislar qaror loyihasi ma'qullanib, hukumat ijro qilishga boshlagan taqdirdami, hukumatning bunga ketadigan pulni hal qilishi, bexatarlik va salomatlik tekshirishi, barmoq izi ilish, Uyg'ur musofirlarini ular turishliq davlatlardan qandoq elib chiqish qatorliq texnikalik masalalarni hal qilishga to'g'ri keladiganligini bildirmoqda. Lekin Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining aytishicha, qaror loyihasi 1 fevral kuni rasmiy ma'qullansa, Uyg'ur musofirlarini qabul qilish 2024-yil yanvar oyidan boshlanib, 10 ming Uyg'urning Kanadaga kelishi reallikqa aylandi ekan. Amerika va Yaponiya 6 yanvar kuni ikki davlat hukumatlarining orasida xizmat korpusi qurib, ta'minlash zanjirida majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsanchiliklarga taqobil turish salmoqini kuchaytirish to'g'risida kelishim imzolagan. Yaponiya Kyoto agentligining xabar qilishicha, bu xizmat korpusiga Amerika savdo vakili ishxonasi va Yaponiya savdo iqtisod va sanoat ministrligi tang rahbarlik qiladi ekan.
Xabarda Amerika Uyg'ur majburiy emgakiga qarata cheklashni kuchaytirayotgan bir vaqtda bu xizmat korpusi ikki davlatning o'zaro uchur almashtirish supsi, savdo sohasi bilan bo'lgan dialogini qolaylashtirish rolini o'ynaydiganligi ta'kidlangan. Amerika hukumatining o'tgan yili 6-oydan boshlab yo'l qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini dunyoning asosiy paxta, pomidor, puntaxta bazasi bo'lgan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi o'tgan hafta Xitoy shirkatlarining eksport mahsulotlarining atalmish Xinjiang bilan bo'lgan bog'lanishini yoshirayotganligini aytgan. Kyoto agentligining bildirishicha, Amerika savdo vakili Katerin Tai ikki davlat orasidagi kelishimni mamnunlik bilan qarshi olganligini, bu ikki davlat savdo hamkorligining konkret mahsuli ekanligini ta'kidlagan. Yaponiya savdo ministri Yasutoshi Nishimura kelishim imzolash murosimini qilgan so'zida ta'minlash zanjiridagi kishilik huquq dafsanchiligiga qat'iy yo'l qo'yishga bo'lmaydiganligi, xizmat korpusi Yaponiya va Amerika shirkatlarining kishilik huquqini qo'llashga texim aktiv qatnashishiga yordamli bo'lganligini aytgan. Buning oldida Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi o'tgan hafta Xitoyning Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish biyontuani eksport qilgan chinallarni tutib qolganligini e'lon qilgan edi. Londondagi xalqaro kishilik huquq tashkiloti Ukrainadan Xitoygacha, Afg'onistongacha, jumladan 2022-yili dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquq krizisining texim ig'irlashganligini, kishilik huquq ishlarini ilgari surish uchun tirishayotgan bir qism yangi tuzumlarning to'xtamay o'tirib chiqayotganligini bildirgan. Bosh shtabi Amerikaning Nyu-Yorkda joylashgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 12-yanvar kuni dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq to'g'risidagi yillik dokladini e'lon qilib, o'tgan bir yilda 100 ga yaqin davlatning kishilik huquq taraqqiyotiga baho berib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina fuqarolariga qasddan qilgan hujumidan Xitoy Shi Jinpingning Uyg'urlarni usti ochiq turmaga solab, kishi aqliga kelmaydigan jinoyatlarni o'tkazib davom qilayotganligini, Talibanlarning necha million Afg'oniston xalqini och qoldirganligini, shundaqla mustabid hokimiyatning kishilarga tugumas azoblarni elib kelganligini bildirgan. Ammo 2022-yilda yana kishilik huquqqa munosabatlik barliq hukumatlarning yer shari kishilik huquq sistemasini qo'g'dash va kuchaytirish, kishilik huquq dafsanchilikka qarshi turish uchun yangi yo'llarni barliqqa keltiradigan tub o'zgarishlarni elib kelganligini ta'kidlagan. Masalan, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining dokladida BDT kishilik huquq kengashining o'tgan yil oktyabr oyida BDT kishilik huquq oliy komissarining atalmish Xinjiang to'g'risidagi dokladini faqat 2 bilat bilanli muzokara qiladigan qaror ma'qullolmaganligi, Xitoy hokimiyatining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turish va mas'ul bo'lishi, javobgarlikka tortilishi, xalqaro jamiyatning birda qo'llaydiganligi kun sari kuchaymoqda. Doklati yana xalqaro jamiyatning Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchiligiga har turli besimining kuchayotganligini, Amerika qonun ma'qullab Xitoyning Sharq Turkistonda majburiy emgak mahsulotlari eksportiga zarba berishi, Yevropa birlashmasining o'xshash qonun loyihasini o'tirib qo'yganligi, nurg'un davlatlarning Xitoy kishilik huquq dafsanchilik sababidan 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilganligini ta'kidlagan. Amerika Avam palatasining yangidan saylangan raisi Kevin McCarthy Avam palatasida Xitoy tahdidiga qarshi Xitoy ishlar alayida komiteti qurilganligi munosabati bilan Twitterda uchur yo'llab, Amerikaning Xitoyda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Kevin McCarthy 10-yanvar kuni yo'llagan Twitterda Cumhuriyetchilar rahbarligidagi Avam palatasi Xitoy kompartiyasiga qat'iy qarshi turganligini, kommunist Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi turganligini, Amerika davlatining xavfsizligi va ig'dorchiligi huquqini qo'llaydiganligini bildirgan. Kevin McCarthy 10-yanvar kuni Avam palatasi Xitoy alayida ishlar komiteti qurilganligini e'lon qilganda so'zlagan nutqida Amerika Avam palatasidagi har ikki partiyaning birlashib Xitoy kommunist hukumatining dunyoga, Amerikaga selayotgan tahdidiga birlikda qarshi turish kerakligini, Xitoy ishlari alayida komitetining bu jihatda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan. Xitoy ishlari alayida komitetining Avam palatadagi Xitoy ishlari alayida xizmat korpusi ustiga olgan muhim xizmatlarni davomlashtirganligini, bundan keyin Cumhuriyetchilar ko'p sonli egillagan Avam palatasining Xitoy kompartiyasini tahdid deb ko'rdiganligini va uningga kuchli diqqat qildiganligini ko'rsatdi degan. Amerika Avam palatasi tashqi ishlar komiteti to'rda e'lon qilingan bayonotda ko'rsatilishicha, Amerika Avam palatasi Xitoy ishlar alayida komiteti ilgirki Xitoy ishlar alayida xizmat korpusi asosida qurilgan bo'lib, mazkur komitetning yangi saylangan raisi Mike Gallagher o'zining kelgusi bir necha yilda Amerika Avam palatasi tashqi ishlar komiteti bilan zich hamkorlashib, Xitoy kompartiyasining tahdidiga qarshi kurash qildiganligini bildirgan.
Xitoy hukumatining o'rinlashtirishi bilan Dunyo musulmonlar jamoatlari kengashining raisi Ali Rashid Noamiyning yetakchiligidagi 14 davlat vakillaridan tashkillangan o'mak 9 yanvar kuni Urumchiga yetib kelib, Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Dunyo musulmon jamoatlari kengashi vakillarining Sharq Turkistondagi atalmış bu ziyarati va ularning Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlariga qilayotgan qirg'inchilik tex to'xtamagan Sharq Turkistonning tuprog'i turib, Xitoyning qirg'inchilik va bostirish siyosatlarini oshkor qo'llab e'lon qilgan bayonotlari ijtimoiy taratqularda jiddiy tanqidiy inkas qo'zg'amoqda. Shundaqla xalqaro diniy erkinlik va kishilik huquq organlarining qattiq tanqidiga duch kelmoqda. 11 yanvar kuni Amerika Diniy erkinlik komiteti Washingtondagi xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti orqa-orqadan bayonot yo'llab, Xitoyning o'rinlashtirishi bilan Dunyo musulmon jamoatlari kengashi boshchiligida tashkillanib, Sharq Turkistonni ziyorat qilgan musulmon davlatlari vakillarini qattiq aybladi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Osiyo bo'limining muavin mudiri bayonot berib, bularning hammasi Xitoy hukumatining bir o'yini ekanligini, Xitoy hukumati musulmon hukumatlar va islom ulamolarini ishga silib, ularni suiiste'mol qilish orqali o'zini oqlamoqchi ekanligini, bu hukumat va ulamolarning musulmon qarindoshlarining diniy haq-huquqlarining dafsanli qilinayotganligi, qarg'ularcha ko'z yumganligi kishini to'lim umidsizlantiradiganligini, vijdonini ishki tangiga setib, Xitoy hukumatining tashviqoti uchun g'oyat zo'r kuch chiqarayotganligini bildirib, kishilik huquqni himoya qiladigan o'xshamagan guruh va tashkilotlarning mazkur ko'zbo'yamchilikqa jiddiy inkas qaytarishning ta'xirsiz ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu o'makning Xitoyning atalmış Xinjiang siyosatini og'za-og'ziga tegmay maqtishi, o'mak boshlig'i Ali Rashid al-Nuamiyning bayonoti, chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'ab qolmay, balki yana Amerika va boshqa davlatlardagi musulmon tashkilotlarining, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiy inkosini qo'zg'amoqda. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı 11 yanvar kuni Xitoyning Xitoy virusi yuqumi to'g'risidagi haqiqiy sonliq ma'lumotlarni oshkorlash kerakligini yana bir qatim ta'kidlagan. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı Xitoy e'lon qilayotgan rasmiy statistikalarning davlatdagi haqiqiy Xitoy virusi yuqum ahvolini aks ettirmaydiganligini bundan ilgari tilga olgan. Mazkur organning jiddiy ahvolga taqobil turish direktori Michael Ryan Fransiya agentligiga qilgan so'zida Dunyo Səhiyyə Təşkilatı Xitoy e'lon qilayotgan o'lim yetim ahvolining yanada Xitoyda yuz berayotgan ichinishlik amaliyotni aks ettirmaydiganligiga ishonadi degan. CNN'ning 11 yanvar kuni tarqatgan xabarda Beijing shahridagi bir jasad ko'ydirish o'rnining sun'iy hamroh ko'rinishlarini selishtirish orqali jasad ko'ydirish o'rinlaridagi harakatchanlikning odatdan tashqari jiqligini, yuqumdan kelib chiqayotgan o'lim yetim ahvolining hukumat e'lon qilgandan zo'r darajada ko'pligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy virusi yuqumining yangi varianti tez sur'atda tarqalayotgan bo'lib, hozirgacha 38 davlatda bayqalgan. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı'nın Xitoy virusi yuqumi texnikalik yetakchisi Maria Van Kerkhove'ning Fransiya agentligiga bildirishicha, bu variantning tarqalish sur'atining nihoyat tezligini, shundaqla tabiiy immun kuchini va vaksinadan paydo bo'lgan immun kuchini bo'sib o'tish iqtidorining yuqori ekanligini, mutaxassislar bu variantning odamni qanchalik kasal qildiganligini bilish uchun yetarli sonliq ma'lumotga ehtiyojli ekanligini aytgan. Xabarda aytilishicha, Amerika hozirga qadar bu Xitoy virusi yangi variantga oid barliq sonliq ma'lumotlarni to'liq ta'minlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy izchil yoshirib, yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlagan. Mazkur organning jiddiy ahvolga taqobil turish direktori Michael Ryan so'zida xatarni to'liq va atrofli baholash uchun yana yetarli uchur yo'qligini eskartgan. Xitoy doiralari o'tgan oyda Xitoy virusi yuqum qamalini biroqli bekor qilib o'tgandan keyin bu vaqtdagi sonliq ma'lumotlarni e'lon qilishni to'xtatgan. Xitoy doiralari hozirgacha Sharq Turkistondagi Xitoy virusi yuqum ahvoliga oid hech qanday yangi ma'lumotni oshkorlamagan.